Bizlar arra tortmoqdamiz. Arramizning tishi yo'q. Nega arrang tishi yo'q deb so'raydigan kishi yo'q. Chunki bizlar anoyimas, pishib ketgan ko'zimiz arra tushgan o'sha shoxda o'tiribmiz o'zimiz. Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar, bizni kuzatishda davom eting va yangiliklardan bahramand bo'ling. Ko'chalarda biz poraxo'rlikka qarshimiz, korrupsiyasiz jamiyat quramiz deb yozilgan shiorlarni ko'rganda, korrupsiyaga qarshi kurash uchun millionlab sarflab o'tkazilgan tadbirlarda ishtirok etganda negadir O'zbekiston xalq shoiri Erkin Vohidovning mana shu misollari yodga tushadi. Marhum shoirimiz 1991-yilda qalamidan to'kilgan bu so'zlar va uning ortida yashiringan kosa tagidagi nimkosa g'oya hamon aktual. Prezident Shavkat Mirziyoyev esa bularni biladi va mamlakatda korrupsiyaga qarshi kurashdan umuman qoniqqani yo'q. Shu bois 5 mart kuni Davlat rahbarligi raisligiga Korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha Milliy kengashning korrupsiyaning oldini olish bo'yicha ishlar natijadorligi va kelgusidagi ustuvor vazifalarga bag'ishlangan kengaytirilgan yig'ilish bo'lib o'tdi. Ayni vaqtda O'zbekiston Parlament quyi va yuqori palatasida korrupsiyaga qarshi qo'mitalar mavjud. Shuningdek, korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha Milliy kengash va agentlik faoliyat yuritmoqda. Shunga qaramay, oddiy odamlar hayotida bu unchalik katta ta'sir etayotgani yo'q. Buni tasdiqlagandek, O'zbekiston 2024-yilda 180 ta mamlakat o'rin olgan korrupsiya bo'yicha reytingda 121-o'rinni egalladi. Taqqoslash uchun aytish o'rinliki, ushbu reytingda mustaqil davlat hamdo'stligidan qo'shnimiz Qozog'iston bizdan ancha yuqori o'rin olib 88-qatorni band etdi. Gruziya 53-o'rinni, Armaniston 63-pog'onani egalladi. Belarus esa 113-o'rinda. Prezident o'tkazilgan yig'ilishda aytishicha, huquq-tartibot idoralari asosan korrupsiyani aniqlash va jazolash bilan ishlab, korrupsiyaviy omillarni tag-tomiri bilan yo'qotayotgan preventiv choralarni e'tiborsiz qoldiryapti. Korrupsiyaning oldini olish omillari bilan ishlash uchun 117 ta vazirlik va idoradagi korrupsiyaga qarshi ichki nazorat tizimlarida 1,285 ming xodim ishlamoqda. Lekin korrupsiyaviy omillarni bartaraf etishda ularning o'rni ham, mas'uliyati ham sezilmayapti. Har yili biznes muhitni yaxshilash, investitsiyalarni jalb qilish, yangi ish o'rinlarini yaratishda byurokratiya va to'siqlarga barham berish bo'yicha o'nlab qarorlar qabul qilinmoqda. Masalan, 6,5 ming turdagi mahsulotni ishlab chiqarish va olib kirishga tadbirkorlarga muvofiqlikni baholash majburiyati yuklangan. Shundan 3700 turdagi tovar bo'yicha har bir partiyaga alohida sertifikat olishi shart. Aziz kuzatuvchi, bizni kuzatishni davom eting va yangiliklardan bahramand bo'ling. Like bosib obuna bo'lishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.